Oqtog' bilan kasallangan bemorlar oila a'zolari bilan qabulimizga kelganda qanaqa holat kuzatiladi? Odatda juda ham ko'pchilik tushkun kayfiyatda, ko'pincha har xil joylarga borib, turli xil mutaxassislarga borib, shifo topa olmasdan, ikkilangan, qo'rqqan, vahimaga tushgan, stress, mana shunaqangi holatda, ishonchsiz holatda kelishadi. Bu holat ko'pincha yangi oqtog' bilan kasallangan bemorlarimiz oila a'zolarida ham kuzatiladi. Ya'ni biz yaqinda bu holatni ko'rib qoldik, juda ham qo'rqib ketyapman, uxlaganim yo'q, sizni videolaringizni ko'rib chiqdim, shu yerda ko'pchilik shifo topyapti ekan, mana shunaqangi vahima bilan qabulimizga kelishadi. Afsuski, bu muammolar, aynan ruhiyatdagi muammolar hech qanday analizda aniqlab bo'lmaydi. Ya'ni bu narsani tana a'zoda, nerv sistemasida tushkunlikda yoki qaysidir gormonlarida o'zgarishlar aniqlanishi mumkin, lekin analizda chiqmaydi va bu narsani afsuski tibbiyot yo'li bilan, qaysidir dori-darmonlar, ukkollar bilan bartaraf qilib bo'lmaydi.